Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz din qardosh, mu'min birodarlar, aziz vatandoshlar. Bugungi tong xayrli bo'lsin. Kunlarning eng yaxshisi bo'lgan juma tongida turibmiz. Har bir musulmon kishi tong ottirganda aytadigan va qiladigan bir ishi bor. U yana bir tongga yetgani uchun Allohga shukr qilishligi. Ibn Hajar Asqaloniy bir ajoyib gap aytadilar. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku robbahu. Qaysi bir odam tongga o'tirsa-yu maishatining torligidan shikoyat qilsa, go'yoki Robbisidan shikoyat qildi. Har bir kishi tongga o'tirar ekan hayotini yaxshi o'tayotganligidan Allohga shukr qilganligi yaxshi. Rasululloh aytadilar, dunyo ishlarida o'zingizdan pastga qarang. Sizni balkim bugunga yetadigan bir narsangiz bordir. Nonushta qiladiganingiz, ayolingiz, farzandlaringiz. Shunday kishilar borki, bugun yeydigan narsasi yo'q. Shunday kishilar borki, bugun farzandlari yo'q. Shunday kishilar borki, bugun ota-onalarini yo'qotgan. Sizga esa Alloh taolo bugungi tongga yetib kelishga nasib etdi, bizga nasib etdi. Bugungi kun hammamizga xayrli bo'lsin. Salomat bo'linglar.